Paragvayda bayram, Marokash keyingi bosqichda va Noyerdan anti-rekord. Mundial kundalik guruhining navbatdagi sonida yuqoridagilar haqida so'z boradi. Jahon chempionati musobaqasi eng qizg'in pallaga kirib bormoqda. Kecha 16dan 1 bosqichi o'yinlari boshlandi. Marokash dramatik bahsda Niderlandiyani musobaqadan chiqardi. Marokash va Niderlandiya o'rtasidagi 16dan 1 final uchrashuvi mundialning eng hayajonli bahslaridan biriga aylandi. Asosiy vaqt yakunlanishiga sanoqli soniyalar qolganida Issa Diop hisobni tenglashtirib, o'yinni qo'shimcha bo'limlarga olib chiqdi. G'olib nomi esa penaltilar seriyasida aniqlandi. Penaltilar seriyasida darvozabon Yassin Bunu hal qiluvchi seyfni amalga oshirdi. Ismoil Saybari esa sovuqqonlik bilan g'alaba to'pini kiritib, Marokashni 8dan 1 finalga olib chiqdi. Endi afrikaliklar chorak final yo'llanmasi uchun Kanada bilan kuch sinashadi. Braziliya so'nggi daqiqalarda Yaponiyani taslim etdi. Braziliya Yaponiyaga qarshi bahsda kutilganidan ancha qiyin g'alabaga erishdi. Dastlab yaponlar hisobni ochgan bo'lsa, ikkinchi bo'limda Kazemiro muvozanatni tikladi. Uchrashuv taqdiri esa qo'shib berilgan daqiqalarda hal bo'ldi. Gabriel Martinelli so'nggi soniyalarda kiritilgan gol orqali Braziliyaga 2-1 hisobidagi g'alabani taqdim etdi. Shu tariqa 5 karra jahon chempionlari 8dan 1 final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Paragvay Germaniyani mag'lub etdi va bayram qildi. Paragvay 16dan 1 finalning eng katta sensatsiyalaridan birini taqdim etdi. Janubiy amerikaliklar 4 karra jahon chempioni Germaniyani penaltilar seriyasida mag'lub etib, 8dan 1 finalga yo'l oldi. Asosiy va qo'shimcha bo'limlar 1-1 hisobida yakunlangan edi. Tarixiy g'alabadan so'ng Paragvay prezidenti Santiago Penya mamlakat bo'ylab dam olish kunini e'lon qildi. Amaldagi qonunchilik prezidentga yil davomida 3 ta qo'shimcha dam olish kunini belgilash vakolatini beradi va u ushbu huquqdan milliy jamoaning tarixiy yutug'i munosabati bilan foydalandi. Germaniya mundial bilan muddatidan oldin xayrlashdi. Turnirning asosiy favoritlaridan biri sifatida ko'rilgan Germaniya 16dan 1 finaldayoq musobaqani tark etdi. Penaltilar seriyasidagi mag'lubiyat nemis futboli uchun katta zarba bo'ldi. Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan so'ng Germaniya terma jamoasi va murabbiylar shtabi keskin tanqid ostida qoldi. Mutaxassislar jamoaning so'nggi yillardagi natijalari chuqur tahlil qilinishi kerakligini ta'kidlashmoqda. Outsiderlar uchun unutilmas kun. Play-offning ilk kunida Kanada, Marokash va Paragvay kutilmagan natijalar qayd etib, 8dan 1 final yo'llanmalarini qo'lga kiritdi. Natijada Janubiy Afrika Respublikasi, Niderlandiya va Germaniya kabi kuchli jamoalar musobaqani muddatidan oldin tark etdi. Ko'plab futbol ishqibozlari ushbu kunni jahon chempionati tarixidagi eng dramatik play-off kunlaridan biri sifatida baholashmoqda. Kutilmagan natijalar turnirning yanada qiziqarli tus olishiga sabab bo'ldi. Janubiy Koreya terma jamoasi sovuq kutib olindi. Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokidan so'ng Janubiy Koreya terma jamoasi vatanga qaytdi. Aeroportda futbolchilarni qo'llab-quvvatlash o'rniga ko'plab muxlislar keskin norozilik bildirib, jamoani og'ir so'zlar bilan kutib oldi. Vaziyat keskinlashishi mumkinligini inobatga olgan holda xavfsizlikni ta'minlash uchun 25 nafar maxsus qo'riqlash xizmati xodimi jalb etildi. Politsiya har qanday noqonuniy harakat, jumladan buyum uloqtirish holatlariga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishini ma'lum qildi. Manuel Noyer anti-rekord qayd etdi. Germaniya darvozaboni Manuel Noyer jahon chempionatidagi ketma-ket 3-uchrashuvda ham o'z darvozasidan gol o'tkazib yubordi. Shu tariqa u mundial tarixida darvozabonlar orasidagi salbiy rekord muallifiga aylandi. Tajribali posbon uzoq yillar davomida turnirning eng ishonchli darvozabonlaridan biri bo'lib kelgan edi. Biroq so'nggi mundiallardagi ushbu seriya uning faoliyatidagi eng omadsiz statistik ko'rsatkichlardan biriga aylandi. Eng ko'p va eng kam masofa bosib o'tgan jamoalar. 2026-yilgi jahon chempionati guruh bosqichi yakunlariga ko'ra eng serharakat jamoa AQSh bo'ldi. Amerikalik futbolchilar har bir o'yinda o'rtacha 119,54 kilometr masofani bosib o'tishdi. Germaniya, Turkiya, Norvegiya va Yangi Zelandiya ham bu borada yetakchilar qatorida joy oldi. Qizig'i shundaki, guruh bosqichida eng kam yugurgan jamoalar orasida Argentina, Kolumbiya va Niderlandiya kabi kuchli terma jamoalari ham bor. Shunga qaramay, Argentina va Kolumbiya play-offga yo'l oldi. Bu esa yugurilgan masofa har doim ham natijani belgilab bermasligini yana bir bor isbotladi. Bizda hozircha shular. Keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.